Assalomu alaykum. Bugungi ibrat videolarimizdan biri ibratli videolar maktab oshxonalarida yoki ommabop joylarda tashkil etilayotgan kichik o'g'irliklar va mayda bezoriliklar haqida gaplashamiz. Bugungi mavzuyimiz ham shundan iborat. Ikki do'stning qilgan xatolari va ular aybiga iqror bo'lishgani haqida kichik video lavha tayyorladik. Shularni batafsil sizlar bilan ko'ramiz. Qatdan kelsan o'zi? Ko'chadan. Plan bor. Nima? Shu digramizda narsa o'ynaymiz. Biladimi? Aqliga ketdik-ku. Ozor bo'ldi edik. Shiray qani. Bilmay qoldik. Mazza yo'q. Halomat va inson huquqlari deganda nimani tushunasan? Assalomu alaykum. Kirishganmisiz? Qayerdan kelyapsizlar? So'rasiz oshxonada edik. Qo'ng'iroqda o'fni eshitmay qolibmiz. Xo'p, o'tiringlar, boshqa qaytarilmasin. Ya do'stim, nimaga sigaret chekaysan? Nima bo'ldi? Bilmadim, kechagi ishni bekor qildik shekilli. Nimaga? Ko'nglim juda ishlarim o'xshamayapti. Nima bo'lyapti? Bilmadim, ko'p narsa bo'lib keldi nazarimda. Endi nima qilamiz? Bilmadim, pulni qaytarib uzrimizni so'raymiz shekilli do'stim. Shunaqa bo'ladi. Shunday qilamiz, ketdik. Ha azizlar, ikki do'st qilgan aybidan pushaymon bo'ldi va pulini o'z egalariga to'lashdi. Qisqa videomiz davomida xulosa chiqargan bo'lsangiz yaxshi. Video yoqqan bo'lsa like bosishni unutmang. Reaksiya albatta kutamiz. Shuncha qilgan mehnatimizga, jamoaviy qilgan mehnatimizga yarasha xulosa chiqarishingizni tilab qolamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Sizlar bilan ibrat video bo'ldi. Ko'rishguncha.